Hammaga assalomu alaykum. Bugun 11-mart. Analizda boshlaymiz. Har doimgidek qaysi yurdi, qaysi yurmadi birinchi ko'ramiz, keyin analizda boshlaymiz. Indeks dollar kelmadi, bitta joyga yuribdi. Yevro dollar тоже kelmagan, GBP USD. Ishlab berdi. Bu yoqdan ham ishlab berdi, bu yoqdan ham ishlab berdi. 2 marta ituda olsa bo'lar edi. Ikkita plus. Chunki bu yoqdan ham bizga ruxsatimiz bor edi, bu yoqdan ham ruxsat bor edi. Out USD. Tak, bu yoqdan analiz yo'q edi, faqat pastdagi zonadan adashmasam, bugun bank kirmodim, kecha yo'q. Kirmagandim. NZD USD yo'q, kelmagan. USD CAD тоже kelmagan. USD CHF yo'q, kelib qolmadi. Yevro GBP adashmasam bir qilib yerda, 2 qilib yerda yurishni boshlagan edi, lekin kirish bizning uchun qoidamiz bo'yicha salgina noqulay bo'lgan. Tak, GBP NZDga hali kelmadi. GBP out yurib berdi. Yo'q emas, yurib berdi. Qoidamiz bo'yicha ham yurish mumkin edi. Tak. GBP out yana bitta plusimiz. Analiz bo'yicha Yevro out ga analiz yo'q edi, Yevro CAD ga analiz yo'q edi. Yevro NZDga analiz yo'q edi. Tillojonimiz chiroyligina kechasi olgan edim, kutib bugun foydani yopgan edim. Yurib bergan bizga. Kumushga analiz yo'q edi. GBP GPI mana bu joylardan ishlasa bo'ladi. Bu yoqdan 1/3 olib ketdik. Dars payti bo'lgan edi mana bu narsa. USD GPI тоже bu yoqdan bizga yurib bergan edi. Bugun yana bir marta kirib olganimiz. Tak, GBP GPI bitta plus, USD GPI bitta plus. Bu yoqdan yana bir marta ishlasa bo'lar edi, o'quvchilarim biladi. Bugun ishlay oldik. Yana plus 1 qo'yamiz. Yevro GPI kelmagan joychasigacha, поэтому ishlash mumkin emas edi. GPK 125 yana bir marta pastga tushib olish mumkin. Bu yoqdan yana bitta zonamiz bor. Все. Bularni уже ko'rgili yo'q desa ham bo'ladi. Buni ham aytgandim, 70largacha borib kelishi ehtimoli ham bor. Bunga savdo qilmaymiz. Bitta, 2, 3, 4, 5, 6 plus kechaki kunni o'ziga bo'lgan. Bu birinchidan, ikkinchidan bizga indikatorimiz ham bor. Hozir hammasini ko'rib chiqamiz. Tak, tillodan boshlaylik. Tillodan kecha oldin kuni kecha kunni o'ziga nechta kirishlar bergan? Bitta kirish, 2ta kirish, 3ta kirish, 4ta kirish, 5ta kirish bo'lgan. 6-chisi kechasiga bu yoqdan ham bizga signal bergan edi. Men kirgan edim, hozir kirishda ham ko'rsataman. Tillo ham kirish bergan edi. Mana bu joydan men kirgan edim. Salgina maydalot hozircha tekshirish uchun kirsa bo'ladi. Bu yoqdan bugun yana bir marta kirsa bo'ladi, foydani olib ketsa bo'ladi. Men уже mana bu joylardan chiqib ketdim. Menga yetarli, bu shot uchun yetarli bo'lgan edi. Bu yoqdan kirish salgina xatoroq, ertalab variant yo'q edi. Yevro USD bo'yicha kecha mana bu joylardan bergan edi. Pastdan ham bergan kirish, bu yoqdan ham kirish bergan. Bergan edi. Bor, yurgan ikkalasi ham. GBP USD men kecha kiruvdim, bizga kirish bergan edi. Bu yoqdan buyga ham, sellga ham ishlab olsa bo'lar edi. Bunisi buy take profit bilan yopildi, bunisi sell. Men mayda juda olib ketib, mayda qilib, bu endi baribir scalping. Поэтому bu yoqdan ham olib ketdim. Bu yoqdan ham olsa bo'ladi. Bu уже kechasi bo'lgan, soat 11 ham, 12 kechasi bo'lgan. Поэтому men uni ola olmadim. Out USDga ham kirish bo'lgan.
bitta manga kirish adashmasam kichkinaroq minus bilan yo'q bunga birdaniga kirish bergan edi. Kirish joyimiz bitta mana bu yoqdan edi, ikkinchi mana bu joydan edi, kirish bergan edi. Salgina olib ketdik. Yetarli bo'ldi, 16 punkt. Yetarli. USDCF тоже kirish bergan edi, stop lossni sal pastroqqa olib bordim, chunki zonamiz bo'lgan edi. Mayda-chuda olib ketib, bemalol ishlasa bo'ladi. Indikatorimiz kirish bergan, adashmasam mana bu yoqdan kirish boshlangan. Mana bu bilan ham yana bir marta kirsa bo'lar edi. USD CAD bir marta mana bu joydan bizga kirish bergan edi, salgina muammo qilib stop loss mana bu yoqqa edi. Men buni 0.0 bilan, maydagina minus bilan yopgan edim. Ikkinchi marta уже kira olmadim. Bu taxminan soat 11:12 lar edi. Тоже ishlab ko'rsa bo'lar edi. USD GPI ga bugun ertalabda kirishim. Ertalabki 27 punkt olib ketildi. Lekin kecha bitta minus bo'lgan USD GPI ga. Ancha narsani yurganimda keyin o'sha 27 punkt olib ketmadim. Undan keyin yana bir marta kirish bo'lgan, yana bir marta 32 punkt olib ketilgan edi. Hammasini ko'rsatib boraman. GBP GPI 1 minutligiga bizga signalimiz yo'q, lekin M30 bo'yicha adashmasam, yo'q, M30 bo'yicha emas, M15 bo'yichami? M15 bo'yicha bizga kirish bergan. Kirish xato, 57 punkt olib ketildi. 52 punkt olib ketildi. Тоже yomon emas. Ish qilib zo'r ishlasa bo'ladi. Bunday qilib bizga bu yoqdan bitta plusli, ikkinchi signalimiz bo'lgan, ikkita plusli, bu yoqdan 3 ta 4 ta, GBP USD 5 ta, 6 ta, 7 ta, out USD 9 ta, USDCF 10 ta, 11 ta, 12 ta, 13 ta, pastdan ham olmadik 13 ta. 14 ta, 15 ta va bir 2 ta 3 ta minusli analiz bor edi. Bir 15 talar kirish bo'lgan edi. Shunaqa gaplar, davom etamiz tekshirishga, ko'ramiz nima bo'ladi, qanaqa bo'ladi. Hali ancha vaqt bor tekshirib, keyin ishlashni boshlaymiz. Tak, endi esa analiz bo'yicha. Nimalarimiz bor? Qaranglar, mana bu joydan men o'zi ishlash yoqmayapti-da, lekin ko'ramiz, mabodo kelib qolsa yana bir marta ishlab ko'ramiz. Euro USD ishlashga to'g'risi yoqmayapti umuman. To'g'risi umuman yoqmayapti. Давайте bunday qilaylik, lekin mana bu zona 50 ga 50 degan joy bor. Ishlab bermasligi ham mumkin, ehtiyot bo'lamiz. Bu zonamiz 50 ga 50. Ehtiyot bo'lib ishlaymiz. Asosiy zonalarimiz burilishda ko'rsatib berdim. GBP USD yurib berdi. Tabriklayman, kim ishlagan bo'lsa, bu yoqdan ham yurib bergan edi. Endi esa bugungi zonamiz mana bunga aylandi. Тоже ehtiyot bilan takoy spokойныйroq ishlab ko'rsa bo'ladi. Bu yoqdan bugun ishlab ko'ramiz. Tak, tipadan joy bor ekanmi, yo'q ekanmi bizga? Mana tipadagi ham chiqmayapti, ketmayapti. Endi tak, buni bunday qilaylik. Kattaroq time frame ham tipa zonalarni ko'raylik-da bir. Nimadir bormi? Mana bu bor. Tipga ketib qolishimiz mumkin, shu bilan qaytmasdan mana bu joydan ham ketib qolish mumkin. Bu zonadan ehtiyot bo'lamiz. 50 ga 50 deb yozib qo'yaman. Pastdagi zona hozirchalik bizga bo'sh. Bu yoqdan hech narsa yo'q. Out USDga. Tak, kichkina time framedan ishlash qiyin masala. Juda ham qiyin masala. Hech narsa yo'q. S uchun bor bitta zona qolib ketyapti. Mana bu yoqdan harakat qilsak bo'ladi. Buy uchun zona hali ham qolib ketgan. Sell ga, buy ga harakat qilib ko'rishimiz mumkin. NZD USD. Tezgina
analizlarni aytib o'taman. Endi yuzdagi sell zonamiz bor, buy zonamiz hozirchalik, mana buni takoyroq, asosiy mana bu bo'ladi baribir. Boshqa variant ko'rmadim. USD cut. Buy uchun zona bor. Bu yoqdan harakat qilib ko'rsak bo'ladi. Sell uchun hali variant ko'rmadim, to'g'risini aytsam. USD chef. USD chefga yana bir marta mana bu joylardan ishlab ko'rsa bo'ladi. Mabodo bugun kelib qolsa, как вариант. Esingizdan chiqmasin, mana bu joy bizlar uchun magnitday narxini tortib oladi. Tak, hali ham bor yangi zonamiz, boshqa variant hozirchalik yo'q. Tipe zonamiz bor. Mana bu bilan ishlab ko'rsak bo'ladi. GBP/NZD variant hali ham o'sha bo'lib turibdi. Mana bu yoqdan harakat qilib ko'ramiz. GBP out bizga ishlab bergan, borib qaytgan, 1 ga o'chib bergan, bemalol olib ketsa bo'ladi. Tak, endi mana bu joyda qarab o'taman. Sell uchun boshqa variant hozirchalik ko'rmadim. Katta time frame'larda bo'lmasa, net. Tok, mana bu zona, bu ham juda ham uzoq, Mana bu joyga ham qarab e'tibor bersak bo'ladi. Unisigacha ham hali bor. Давайте buni qilib qo'yaylik. Ehtiyot bo'lamiz, tepparoq ham chiqib ketishi mumkin. GBP cut pastdagi zonamiz bor. Buy uchun variant qidirib ko'rsa bo'ladi bunaqa qilib. Boshqa iloji yo'q hozirchalik. Mana bu yerdan ham bunday qidirib ko'rsak bo'ladi. Tak, euro out тоже zonamiz yo'q, katta time frame'ga juda ham uzoq. Bu yerdan sellni qidirish hozirchalik hatto biron nima bo'lsin keyin ko'ramiz. Buy uchun zonamiz bor. Kelib qolsa, ehtiyot bo'linglar. Impuls bilan kelsa, bu yerdan yorvorib, mana bu yoqqacha borib kelishi ham ehtimoli yuqori. Yaxshisi, давайте bu ishlamaylik bunga. Bunga ham variant bor, bunga ishlash salgina xatoroq. Men bo'lay ishlamayman. Evro-NZDga ham o'sha narsa men bo'lay ishlamayman. Tak, tillojonimiz ishlab qoldi. Hozirchalik bitta sell zona bor. Manimcha bu ushlab bermaslik mumkin. Harakat qilib ko'ramiz, risk qilmasdan. Maydagina buy asosiy mana bu joy. GBP GPI. Tak, ko'rsatganimdek asosiy buy zona mana bu qolibdi. USD GPI hozirchalik buy bizga 1 marta, 2 marta ishlab bergan, boshqa variant hozirchalik yo'q. Adashmasam 1 kunligiga ham juda ham uzoq ketgan, поэтому mana bu joyga e'tibor berishimiz mumkin. Bu yoqqacha borishga bormaydi-da, ehtiyot bo'lamiz. Bu yerdan variant тоже yo'q. GP 225 variant yo'q, adashmasam. Zonamiz salgina pastroqda. O'zgarish bo'ladi, kun ichida ko'rishimiz kerak. Mabodo bironta o'zgarish ham bo'lib qolishi mumkin. Shu bilan bizga boshqa variant ishlashga yo'q. Analizimiz tugadi. Hammaga omad tilayman, hammaga profit tilayman. Hammaga xayr, salomat bo'ling.